Xo'p, grill apparatlarimiz haqiqiy, sifatli, original mahsulotlarimizni to'liq obzorlarini qilib beramiz. Videomizga bir dona like bosib, kommentariyada grillchi do'stingizni belgilab, videoni grillchi do'stingizga yuborib qo'yamiz. Xo'p, ko'rib turgan apparatinglar mana bu tilla rangdagi eng sifatli ham baquvvat nerjavikadan yasalgan, ustlariga baquvvat atsinkovka qoplanib, sifati mustahkam qilib qilingan, juda ham mustahkam baquvvat qilingan. Atroflariga nerjavika polni, ichlari polni nerjavika, apoklarni ko'rishingiz mumkin. Mana apoklari ham nerjavikali, Turkiyaning tenti hamda original grill motorchalari bilan jihozlangan uskunalarni boshqarish sistemasi. Oddiy 220 avtomatga ishlaydi. Sifatlari juda ham mustahkam qilib ishlangan. Baquvvatliklari baquvvat. Polni oyoqlari ham nerjavika. 220 avtomatga yokida baquvvat rezkaga ulab ishlataverasiz. Gazga ham ishlaydi. Mana gaz ulanadigan joylari. Sifatlari baquvvat qilib, o'sha zavodskoy bilan bir xilda qilib ishlangan. Motorchalari sovutish tizimiga ega. Ya'ni aylantirib turadigan sixlarni sovutib, setka motorchasini sovutib turadi. Pastda ko'rganingiz o'sha Pemak zavodi bilan bir xil bo'ladigan, baquvvatliklari juda ham baquvvat, mustahkam bo'lgan, o'zimizda sexda ishlab chiqariladigan original grill apparatimiz bu. Sifatlari buni ham o'ta darajada a'lo. Baquvvat nerjavikadan yasalgan. Zavodskoy bilan bu yuqoridagi ham bu ham bir xil andoza olingan. Buni bittagina farqi, tekidagi apogi oddiy temirdan bo'ladi. Buniki nerjavikali bo'ladi. Farqi shunda. Qolgan hamma joyi bir xil. Motorchalari ham original motorcha qo'yiladi, ya'ni grill motorcha. Tentlari Turkiyaniki qo'yiladi. 220 avtomatga ulab ishlatiladi. Ham gazga, ham tokka ishlaydigan sifatli grill apparatimiz. Xo'p. Yana sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'ladiganimiz, buni katta variantlari ham bor. Ya'ni bu grill apparatimizga 6 ta sixli bo'ladi. Bu 3 fazaga ham ishlaydigani bor, 220 ga ishlaydigani ham bor. Buni ham sifatlari juda yaxshi, mustahkam. Original motorcha qo'yiladi bunga ham. Hop, tentlari Turkiyaniki qo'yiladi. Arzon tent qo'yiladiganlari ham bor. Zakazga yasab beriladi. U zakazga yasab beraveramiz. Kim qanaqa xohlasa shunaqa arzon yasab beraveramiz. Bunga 15 tadan 30 tagacha yoki 12 tadan 24 tagacha tovuq bemalol olasangiz bo'ladi. Yuqoridagi variantimiz bu arzon varianti. Arzon tent hamda arzon tent arzonroq motorcha, yupqaroq nerjavikadan yasaladi. Endi xaridorni nimasiga qarab, tanlashiga qarab biz mahsulotni beraveramiz. Arzonroq grill apparat so'raganlarimiz uchun arzonroq grill apparatlarimiz ham bor bizda. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Buni mana bu grill apparatlarimiz juda mustahkam qilib, o'sha Pemak zavodi bilan bir xil qilib, sifatli qilib ishlangan. Xo'p, buni katta variantlari ham bor, ya'ni o'sha Pemaktik bilan bir xil qilib, bunga nechta tovuq ketadi degan savol bo'lishi mumkin. Maydaroq tovuqdan iladigan bo'lsangiz, 15 tagacha bemalol ila olasiz har bitta grill apparatimizga. Agar yo'q, kattarog'idan ilaman deydigan bo'lsangiz, 12 ta bemalol tovuqni aylantirib pishirib bera oladi. Pishirishlari ham juda zo'r. Tovuqni quritib tashamaydi. Sochli qilib, sifatli qilib pishirib beradi. Grill uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini a'lo darajada qilib, sifatli qilib pishirib beradi. Bizning do'konimizda qolgan barcha texnika uskunalar bor. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Yana batafsil ma'lumotlar, narx-navosi haqida ma'lumot olishlik uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, biz sizni xohishingizga qarab grill apparat taxlab beramiz. Bizda o'zimiz sotadiganimiz original grill apparat bo'ladi. Kimga qanaqa grill apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, biz sizga batafsil yana ma'lumotlar yetkazamiz. Kanalimizda biznes uskunalarining barcha jihozlari bor. Sezon uchun, boshqa uchun. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.